kunda yoshlar o'rtasida giyohvandlik tarqalishi juda avj olib bormoqda. Bugun ana shu muammolarni hal qilish maqsadida Toshkent davlat transport universitetida Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekiston vakolatxonasi vakillari bilan hamkorlikda giyohvandlik moddalari ularni oldini olish bo'yicha tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirdan asosiy maqsad yoshlar oldida turgan asosiy giyohvandlik va ularning tarqalishining oldini olishdi. Shu mana joriy yilning 3-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 207-farmoni qabul qilindi. Bu farmonga asosan ham asosiy maqsad 2024-2028 yilga mo'ljallangan, ya'ni o'sha narkotik moddalarni, giyohvandlik moddalarining tarqalishining oldini olish maqsad qilib qo'ygan. Yoshlar orasida jinoyatchilik va giyohvandlikka qarshi kurashish, zararli illatlarning salbiy oqibatlari mavzusida tadbir tashkil qilinmoqda. Considering this topic as part of their syllabus. Giyohvandlikni oldini olishga qaratilgan ushbu tadbirga tashrif buyurganimizdan juda mamnunmiz. Tadbirda chaqirilgan barcha talaba yoshlar, barcha bo'limdagi aktivlar va yosh professorlar orasida olib borilgan ushbu yig'inda va tashkilotda ma'ruza berganimdan xursandman. Barcha ma'ruzachilar qiziqish bildirilgani va berilgan bir necha qator qiziqarli savollar uchun ham xursandman. Bu meni universitetga bo'lgan qiziqishlarimni oshirdi va universitet haqidagi taassurotimni yanada yaxshi bo'lishiga yordam berdi. Barcha qatnashuvchilarga va tadbir tashkilotchilariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.